Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala khair khalqihi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum hurmatli otaxonlar, muhtaram akalar, ukalar, aziz mo'min musulmon birodarlar. Mana bugun juma kuni Hijriy 1438-yil Muharram oyining 20-kuni Allohning baytlaridan bir baytda Allohning o'ziga ibodat qilamiz deb jamlanib o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taolo bu kunda qiladigan ibodatlarimizni o'z huzurida qabul aylasin. Duolarimizni ijobat qilsin. Va bu majlisdan turayotganimizda qumu mag'furon lakum, malaikalar tomonidan ey Allohning bandalari, Alloh gunohlaringizni mag'firat qilgan holda bu joylardan turinglar degan nidolar bizlarga ham aytilishlikka muyassar etsin. Bugungi juma suhbatimiz o'tgan ikki juma suhbatidan farqli safar haqida bo'ladi. Va bu safar uzoq safar haqida. Bu safarga chiqishlik har bir yer ustida harakat qilib yurgan jonlik, jonibor narsalarga bo'lishligi labuddir. Bu safarga chiqishlik qariga ham, yoshga ham, ayolga ham, erkakka ham, sog'lomga ham, kasalga ham bu safarga chiqishlik muqarrar. Bu safarni arab tilida maut deydi. Va bu safarga chiqqan odamni mayyit deydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Tabarakallazi biyadihil mulku va huwa ala kulli shay'in qodir. Allazi xalaqal maut. Allazi xalaqal mauta wal hayat. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Butun mulk, butun saltanat qo'lida bo'lgan zot barakotlidir. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Va u zot barcha narsaga qodirdir. Allazi, u zot shunday zotki o'limni yaratdi va hayotni yaratdi. Xalaqal mauta val hayata, o'limni yaratdi va hayotni yaratdi. Nima uchun? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizlardan qaysi biringlar chiroyliroq, yaxshiroq amal qilishinglarni sinashlik uchun yaratdi. Ya'ni bu dunyoda hayot berdi sizlarga. Hayot berishlikdan maqsad sizlarni sinash uchun, imtihon qilish uchun, ibtilo qilishlik uchun. Qaysi biringlar shu Allohning imtihonidan chiroyli amallar qilishlik bilan, yaxshiroq, afzalroq amallarni qilishlik bilan uni imtihonidan o'tasizlar, kiminglar qoqilasizlar. Shuni bilishlik uchun Alloh taolo yaratdi, deyapti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jon o'lim totadi. O'lmaydigan hech narsa yo'q. Va yabqa vajhu robbuka zul jalali val ikrom. Faqat Allohning yuzi qoladi. Faqat Allohgina mangu, Allohgina abadiy. Bu dunyodan podsholar ham o'tadi. Gadolar ham o'tadi. Olimlar ham o'tadi. Johillar ham o'tadi. Boylar ham o'ladi. Kambag'allar ham o'ladi. Hamma o'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadiki: "Aksiru min zikri hadimil lazzat." Hadimul lazzatni zikrini ko'paytiringlar deydi. Hadimul lazzat o'limda degan. O'limda zikrini ko'p qilib turinglar deydi. Hadim deb hadama yahdum, hadamal jidar, hadama vayron qilish degan. Hadamal jidar degan devor ontarildi degan. Shahvat, lazzatlarni buzadigan, lazzatlarni sindiradigan, shahvatlarni, hirslarni ketkizadigan, qirqadigan shu o'limda eslab turinglar deydi. Agar inson o'limda eslamaydigan bo'lsa,
juda ko'plagan bir noma'qulchiliklarga mubtalo bo'lib ketadi. O'limni eslashlik bilan u tavbaga shoshiladi. O'limni eslashlik bilan u Alloh bergan ozgina rizqqa rozi bo'ladi. O'limni eslashligi bilan ertaga hisob kitob borligini biladi. Agar o'limni eslamaydigan bo'lsa, tavbaga suslik qiladi. To'satdan o'lim kelib qoladiganda g'aflatda qolib qoladi. Shuning uchun Alloh taolay aytadiki: "Hatta iza jaa ahadahumul maut qala robbi irji'un la'alli a'malu solihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha va min waraihim barzakhun ila yawmin yub'athun." Qachonki ulardan birortasiga o'lim kelsa, hatta iza jaa ahadahumul maut, ulardan birortasiga o'lim keladigan bo'lsa, aytadiki: "Qala robbi irji'un", ey Rabbim, meni ozgina qaytargin deydi. U shu o'lim kelayotgan o'lim sharbatini totayotgan odamda bo'ladi. U biladi uni. Atrofdagi odamlar uni tushunmaydi. Malakul mavtni ko'rgandan keyin shu fikr keladi. Bo'ldi, o'lim farishtasi yonida turibdi. Hamma yo'q qolyapti. Bu solgan uylari, to'plagan dollar va yevrolari qolayotganini bilyapti. Shunda aytar ekanki: "Ey Rabbim, bo'ldi, men bildim, tushundim. Muhlat berib qo'y" deydi. Ozgina yashab qolay, tavba qilib olay deydi. Chunki men rasvo edim. Kimlarnidir qaqshatib qo'ygandim, shulardan kechirim so'rab olay deydi. Kimlarnidir zulm qilib molini olib qo'ygandim, shuni qaytarib qo'yay deydi. 2 rakat namoz o'qimasdan umrimni o'tkazib yuboribman. 2 rakat namoz o'qib olay, sadaqa qilib olay, ota-onamning xizmatini qilmabman. Shu xizmatni qilib olib muhlat berib qo'y deydi. Tavba qilishga imkon ber deydi. Men bilmabman bu holat bunaqa bo'lishligini deydi. G'aflatda qolibman deb aytadi deydi. La'alli a'malu solihan fima tarakt. Orqaga qaytarib tursang, shu dunyo qoldirgan fima taraktu, men tarqgan narsada shu solih ishlarni qilib qo'yay deydi. Kalla, yo'q deydi Alloh taolo. Innaha kalimatun huwa qailuha. Bu endi talvasada aytayapti. O'lim talvasasida og'ziga kelgan gapni aytayapti. Agar biz bir narsani ixtiyor qiladigan bo'lsak, biz muhlat belgilab qo'ygan bo'lsak, wala yastaqdimuna wala yastakhirun. Bir soniyaga oldinga ham orqaga ham jildirisha olmaydi. Biz aytgan muhlatda ularda umri tugaydi. Shu payt ularga o'lim keladi. Va min waraihim barzakhun ila yawmin yub'asun. Ular o'lgandan keyin, jonlari uzilgandan keyin u katta qiyomatul kubroga davr barzax hayoti bor ularga deyapti. Yawma yub'asun, qayta tirilgunlarigacha ular endi barzax hayotida, qabr hayotida turib turishadi. Bu oyatdan tushunamizki, Alloh taolo insonning hayotini 3 bosqichga qo'yibdi. Birinchi bosqich shu hayoti dunyo, imtihon dunyosi. Ibodat qilib olishlik dunyosi. Kimdir bu imtihonda najot topadi, kimdir qoqiladi. Baribir o'limga yetadi, o'ladi. O'lgandan keyin oxirat kuniga davr uni barzax hayotida o'tiradi. Va bu barzax hayoti shu qabrdagi hayotda aytiladi. Barzax hayot tugagandan keyin, shu sur ikkinchi bor cholingandan keyin Alloh taolo yerdan hammani qayta tiriltiradi, qiyomatul kubroga katta savol javobga tutilishadi. O'lim hammaga keladi. Kasalga ham, sog'ga ham. Qanchadan qancha yoshlar bor, baquvvat, endi yigit yoki undan ham kichkina. Uni uzoq yashash umid qilingan. Bu uzoq yashaydi degan. Lekin unga ham keldi. Qanchadan qancha badaniga illat ilashmagan kasallar bor. Ya'ni kasal emas, sog'lomlar bor. Sog' odam. Uni birov o'ladi ham deb o'ylamagan. Lekin unga ham o'lim keldi. Qanchadan qancha kasallar bor, ular yashayotgan bo'lishi mumkin. Hatto turmushga uzatilayotgan kelinlar to'y bo'lyapti. Kuyov uchun yasan-tusan qilyapti. Unga ham o'lim keldi deb uni ham olib ketyapti. Hammaga o'lim keladi. Qanday holatda keladi Alloh o'zi biladi. Qachon keladi Alloh o'zi biladi. Kimdir g'aflatda turadi. To'satdan keladi. Hech kim tayinlab olay demaydi. Rivoyatlarda aytishicha, Davud alayhisalomning oldiga malakul mavt, o'lim farishtasi keladi. Davud alayhisalom unga "Mananta, sen kimsan?" deydi. Farishta aytadiki, "Ana
man la yakhaw minal muluk va la yamna'uhul qusur va la ya'khuzur rishwa dedi. Shunda Davud izan anta malakul maut. Sen kimsan deb so'rasa, aytadiki, men podshohlardan ham qo'rqmaydigan, podshohlardan ham haybatlanmaydigan, butun mustahkam qal'alarga ham kira oladigan, birortadan pora olmaydiganman dedi. Bo'lmasa sen malakul maut, o'lim farishtasi ekansan-da dedi. Naam, ha men o'lim farishtasiman dedi. Men malakul mautman dedi. Shunda Davud aytadiki, ataytani va lam asta'id. Hali men tayyorlanganim yo'q oxiratga. Sen kelyapsan dedi. Shunda farishta aytadiki, ya Davud, ayna jaruka fulan? Ayna qaribuka fulan dedi. Ey Davud, falonchi qo'shning qani dedi. Davud o'lgan dedi. Ey Davud, falonchi do'sting qani dedi. U ham o'lgan dedi. Ey Davud, falonchi qo'shning o'libdi, falonchi do'sting o'libdi. Shularni bilib, ko'rib, eshitib tayinlab olmadingmi dedi. Ya'ni bu dunyo ibrat. Hamma o'layotganlardan ibratlanish kerak. Ertaga biz ham o'ta shunaqa bo'lamiz. Bizlardan ham kimlardir ibratlanadi. Shuning uchun tayyorgarlik bo'lib turish kerak. G'aflatda qolib qolmaslik kerak ekan. To'satdan kelib qolsa, "Ey Rabbim, meni qaytar" desa, baribir qaytarmaydi ekan. Shuning uchun asarlarda, xabarlarda keladiki, Bani Isroilda bir podshoh bo'lgan ekan, katta odam, juda katta boy, badavlat. Xizmatkorlari ham juda ko'p. Qasrlarda yashagan. Bir kuni shu safar qilishdi holat. Bir shahar aylanaman dedi. Eng chiroyli, qimmat kiyimlarini kiyibdi. Keyin eng qimmat toza otini olib keltiribdi. Oti ham juda ko'p. Eng qimmat bahosini, eng zo'rini olib kelibdi. Otini minibdi. Orqasida xizmatkorlar, ayonlari shahar aylanibdi. Atrofda odamlar uni tomosha qilyapti. Uni ko'rkamligini, husnini, otini, kiyimini, o'zini. Shunda yo'lda o'rtasiga bitta oddiy odam, oddiy libosda, kiyimda kelib yo'lini to'sibdi. Shunda hamma hayron. Bunday katta ulug' odamga, podshohga kim yo'lini to'sishga jur'at qilyapti? Shunda yo'ldan qoch, yo'lni to'sma debdi. Narigi odam oddiy, miskin. Meni senda bir ishim bor debdi. Gapiraver, ishingni aytaver, gapingni aytaver debdi. Yo'q, tush, otdan tush debdi. Seni o'zingga aytaman, quloqingga aytaman, bu sir debdi. Keyin haliga tushibdi. Shunda quloqiga aytibdiki, hal aroftani, meni taniyapsanmi debdi. Desa, haliga yo'q, tanimayapman, sen kimsan? Ana malakul maut. Men o'lim farishtasiman debdi. Shunda uni rangi sarg'ayib ketibdi. Bo'zarib ketgan. O'lim farishtasi u bilan choy ichishga kelmagan. Uni tabriklagani kelmaydi. U buni his qilgan. Darrov qo'rqib ketganda, ozgina muhlat ber, bola chaqam bilan xayrlashib olay debdi. Shunda u farishta aytgan, "Ma amarani robbi hada." Rabbim meni bunaqaga buyurmagan, jonini olishga buyurgan debdi. Shunda jonini olgan, jonsiz tanasi yerga shunday qulagan. Ya'ni u tomoshaga chiqqan, eng zo'r kiyimlarini kiygan, eng zo'r minadigan ulovini mingan. O'lim bir lahzada kelgan va olib ketgan. Uni ibodati yo'q. Tog'it. Zolim bo'lgan, qahhor bo'lgan. Unga ham qarab o'tirmagan, tavba qilib olsin deb. Kullun yamut. Hamma o'ladi. Har bir yangi narsa eskiradi. Har bir jonli narsa o'lim sharbatini totadi. Bu dunyoda Alloh yaratgan eng aziz, eng muborak, eng afzal insonlar ham o'tgan. Allohning eng so'nggi payg'ambari, butun odam bolasini afzal Muhammad alayhisalom ham o'tdi. Hamma o'tadi. Muhammad alayhisalom, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirgi lahzada aytdiki, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat dedi. O'limda shu maut, o'limda sarxushligi bor. O'limda jon chiqishligini qattiq azobi bor deb joni chiqdi. Musa alayhisalomga ham farishta keldi, jonni olishlik uchun. Musa alayhisalomga e'tiroz bildirdi. Ya'ni uzoq yashashdi yana holat. Shunda Alloh taolo malakul mautga farishtaga aytdi, ilhom berdi, vahiy qildi. Va farishta Musoga aytdiki, "Ey Muso, shu sigirni ustiga qo'lingni qo'y" dedi.
Shu qo'lingning ostidagi juncha har bir junga 1 yildan umr berildi senga dedi. Keyin Musa aytdiki, ya'ni uzoq umr, ya'ni qo'lini qo'yadigan bo'lsa, minglagan yerda junni bosadi. Har biriga 1 yildan. 1000 ta bo'lsa 1000 yil yashaysan yana dedi. Undan keyinchi, sunna marda. Undan keyin nima bo'ladi dedi? Undan keyin baribir o'lim bo'ladi dedi. Boshqa iloj yo'q, o'limdan boshqa narsa yo'q. Hamma o'ladi. Hatto malakul maut, jon oladigan ham oxiri o'ladi. Isrofil ham o'ladi, Mikoil ham o'ladi, Jibril ham o'ladi. Faqat Alloh qoladi. Undan keyin baribir o'lasan dedi. Izan al-an. Unday bo'lsa hozir jonim olaver dedi. Ya'ni bu dunyoda hamma o'ladi. Payg'ambarlar o'ldi. Podshohlar, katta-katta podshohlar ham o'ldi. Allohning qonuni bu. Allohning qonuniga hech kim qarshi chiqa olmaydi. Bu ummatda afzal Abu Bakr roziyallohu anhu 63 yoshida dunyodan o'tdi. Ya'ni oxirgi lahzada istig'zor deydi. Joni chiqadigan paytda turganda qizlari Oysha onamiz yig'ladi. Va otasini firoqiga yig'lab she'r aytdi. Abu Bakr roziyallohu anhu aytdiki, "Ey qizim, unaqa gaplarni aytma" dedi. Unda nima aytay otajon dedi? Allohning ushbu oyatini o'qi dedi. Vajaat sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. O'lim vasvasasi, o'lim talvasasi mana haqiqatda keldi. Zalika ma kunta minhu tahid minhu tafir. Mana shu narsadan sen qochib yurganding. Ya'ni qochib yuradi inson, eslashni ham xohlamaydi. Mana shu dunyoda qolib qolishni xohlaydi. Zalika ma kunta minhu tahid. Sen mana shu narsadan o'zi qochib yurganding, mana keldi deb aytdi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu. U zot ham 63 yoshda. Husni xotimada ketdi. Bomdod namozini o'qiyapti. Orqasidan kelib hanjarladi. Va mana shu hanjar bilan hanjarlangandan keyin dunyodan o'tdi. O'g'liga aytdiki, jon chiqishidan oldin meni yerga yotqiz dedi. Peshonam bilan yerga yotqizib qo'y dedi. Peshonasi bilan yetkizdi. Yerga boshini qo'ydi, peshonasini qo'ydi va boshini ko'tardi. Yig'ladi. Soqollari xo'l bo'ldi va aytdiki, "Vaylun laka ya Umar, vaylun li ummika ya Umar, lavla yarham robbuka laka ya Umar" dedi. "Ey Umar, senga Allohning vayli bo'lsin. Ey Umar, senga voy bo'lsin. Seni tuqqan onangga voy bo'lsin, agar senga Rabbing rahim qilmasa" dedi. Va joni uzildi. Ya'ni oxirgi holatlarda ham Allohning rahmatini, rahmini kelishini so'rab jon berdi. Husni xotimada ketdi. Abbosiy xalifalardan Ma'mun nihoyatda viloyatlari katta bo'lgan, saltanati juda katta bo'lgan. Katta podshohlardan uzoq yillar davr surgan, hukmronlik qilgan. Bu Ma'mun ham o'limi oldidan o'zini shu tojida, taxtida o'tirib turib, toji taxtida pastga tushirishlikni aytadi. Tushishga ham qodir emas u. U ham sajda qiladi. Yig'laydi. Va Alloh taologa aytadiki, "Ya man la tazulu mulkuhu, irham man zala mulkuhu" deydi. Ey mulki saltanati zavol bo'lmaydigan zot, mulki saltanati zavol bo'lganga rahim qil deydi. Xalifalardan Harun ar-Rashid, mashhur xalifa. Hamma ko'p eshitgan Harun ar-Rashid. O'limidan oldin atrofidagilarga, o'g'illariga aytadi. "Meni deydi qabrimga olib boringlar" deydi. Qabrimni bir ko'ray deydi. Jon chiqadigan payt o'g'illari, ayonlar qabrga olib boradi. O'zi oldindan kallab qo'yilgan xalifani qabri. Shunga tushadi. Tushib o'tirib yig'laydi. Hamma joyini silaydi. U yumshoq o'rindiqlarda, yumshoq paryostiqlarda yotgan odam. Xalifa xizmatkorlari ashincha qabrning ichida o'tiribdi. Ertaga ustidan turpoq tortib qo'yishini ham bilyapti. Shuning uchun yig'layapti. Va yig'lab turib Alloh taoloning oyatini o'qiydi. "Ma aghna anni maliya, ma aghna anni maliya, halaka anni sultoniya." Butun mol davlatim, mol mulkim meni saqlab qola olmayapti. "Ma aghna anni maliya, halaka anni sultoniya." Meni butun mulk saltanatim, nasabim, mansabim
halok bo'ldi. Meni saqlab qola olmayapti, eplolmayapti deb yig'laydi va jon beradi. Ya'ni hamma bu dunyodan o'tadi. Million dollarlarni to'plaganlar ham ibodat qilmasdan, namoz o'qimasdan, roza tutmasdan, zakotini bermasdan, sadaqasini bermasdanlar ham o'ladi. Mana shu narsalar ularga ertaga azob bo'ladi. Rabbisini tanimasdan, namozdan o'qimasdan topgan mol dunyosi asqatmaydi. Go'rga yolg'iz kiradi. Faqat kafani bo'ladi. Yo eshitganmisiz birorta kafanda cho'ntak borligini? Yoki birorta odamni ko'mayotganda poshodi, yoniga biror bir pachka qo'yib qo'yganini eshitganmiz. U yerda asqatmaydi u narsalar. Faqatgina namozi bilan ro'zasi, sadaqasi asqatadi. Barzax hayotida ham, oxirat olamida ham faqatgina namozi, tutgan ro'zasi, bergan sadaqasi foyda beradi. Va kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jon o'lim sharbatini totadi. Asli qabrga tushganda, mana bu qabrda azob bo'lmasa ham, qabrda yotish o'zi azob. Sovuq. Bo'lib ham hech kim yo'q, yolg'iz, xilvat, qorong'i. Hamma tashqariga ketgan. Ko'mib qo'yib, ustidan turpa toshab, eng yaqin o'g'li ham, otasi ham, akasi ham tashab ketdi. Yolg'iz qolyapti. U yerda azob yo'q deylik. O'zi turishlik, yotishlik qabrda qo'rqinch. Ya'ni undan azob bo'lishligi, savol-javob bo'lishligi, malaikalarning hisob-kitobga kirishligi hamma odamni qo'rqitadi. Hamma qo'rqadi bundan, qabr azobidan. Falawla iza balagatil hulqum va antum hina izin tanzurun va nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, falawla iza balagatil hulqum, agar jon, ruh halqumga yaqinlashsa, ketyapti, halqumga keldi. Va antum hina izin tanzurun. Mana shu paytda sizlar ko'rib turibsizlar. Ya'ni birodar ruhi, joni chiqyapti. Hammanglar tomosha qilyapsizlar. Sug'urayotgan odamni, jonini olayotgan odamni ko'rmaysizlar. Jon chiqayotganini bilib turibsizlar. Birortanglar shu jonni yana ichkariga kirgizib qo'ya olasizlarmi? Dunyodagi eng katta professor deb kelsalar ham kirgizib qo'ya olmaydi. Men menda ham podsho million pul sarflasa ham yana jonini qaytara olmaydi. Va nahnu aqrabu ilayhi minkum. Biz sizlardan ko'ra bunga jon chiqayotgan odamga yaqinroqmiz. Bizning malaikalarimiz uni yonida turibdi. Uni jonini sug'uramiz deyapti. Valakin la tubsirun. Lekin sizlar uni ko'rmayapsizlar. Ya'ni hech kim jon oluvchi farishtani ko'rmaydi vaqtidan oldin. Qachon o'ziga kelganda ko'radi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytadiki, marra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi qabrin. Rasululloh bir qabrning yonidan o'tdi. Va so'radi, bu kimning qabri? Kim yotibdi bu yerda dedi. Falonchi yotibdi deb aytishuvdi. Mana shuning uchun dedi. Hozir 2 rakat namoz. Sizlar shu o'qishlikni yengil sanayapsizlar, o'qimayapsizlar. 2 rakat namoz dunyo va dunyodagi narsalardan ko'ra yaxshiroq deydi. Ya'ni buni o'ldi. Mabodo Alloh qabrdan yana tiltirib chiqaradigan bo'lsa, eng katta orzusi nima? Birinchi bo'lib nima qiladi? Darrov bolalarimni quchoqlab bag'rimga bosay demaydi. Darrov ota-onam bilan ko'rishib quchoqlay demaydi. 2 rakat namoz o'qib olay deydi. Shu narsa menga asqatar ekan deydi. Buni eng katta orzusi hozir shu 2 rakat namoz o'qishlik deydi. Qabrda yotganda qabr ahliga, kofirlarga qabr azobi nihoyatda qattiq bo'ladi. Va mu'minlar ham gunoh kabira, gunoh sag'ira qilganlar shu gunohiga yarasha azoblanib yotadi. Alloh o'zi salomat qilganlar bundan salomat bo'ladi. Jabir roziyallohu anhu hadisida keladiki, Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu mata sahibuna. Bizni bir birodarimiz, sohibimiz vafot etdi deydi. Vafot etuvdi, uni g'usl qildirdik, kafanladik. Tayyor bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shu namoz, janoza namozini o'qib berishlik uchun chaqirdik deydi.
Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldi. Kelib namoz o'qishdan oldin bu odamda qarzi yo'qmi deb so'radi. Ala lahu dayn, buni qarzi yo'qmi dedi. Shunda odamlar lahu dirham dinaran dedi. 2 dinar qarzi bor dedi. Rasululloh o'qimay ketib bordi. Shunda Abu Qatoda roziyallohu anhu aytdiki, "Ya Rasululloh, dinaran alayya, qarzi menga" dedi. "Men to'layman" dedi. O'qib qo'ying dedi. Qarzdor odamga Rasululloh o'qimagan ekan. Keyin Rasululloh sallam aytdilarki, "Vajaba haqqul g'arim va bariyal mayyit minhuma" dedi. Qarz senga o'tdi dedi. Mana bu mayyit qarzdan qutuldi dedi. Keyin namozni o'qidi. Ertasiga Abu Qatodani ko'rdida, Abu Qatodaga aytdiki, "Qarzini to'lab qo'ydingmi haligini" dedi. Shunda u aytdiki, "Ya Rasululloh, o'zi kecha o'ldi-ku" dedi. "To'laymiz-da endi, kecha o'ldi" dedi. Ya'ni ertasi bo'ldi, Rasululloh unga aytdi, "Qarzi nima bo'ldi, to'ladingmi" dedi. "Ha, to'lab qo'ydim ya Rasululloh" dedi. "Al-ana baridat" dedi. "Mana endi uni jasadi sovidi" dedi. Ulamolar shuni aytishadiki, agar qarzi bo'lsa, u azoblanib yota oladi. Birov bo'yniga olgan bo'lsa, olar. To'lamaganda unga yengillik bo'lmaydi. Ya'ni bo'yniga olishlik emas, o'tashlik e'tiborga olinadi. O'tab qo'yilgandan keyin, qarzi to'langandan keyin unga yengillik bo'ladi deydi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan jonda chiqishligi haqida uzun hadis bor. Bu hadisni sahih rivoyatlarda kelgan. Vaqtimiz yaqinlashib qolgani uchun ma'nosini qisqartirib aytamiz. Sahobalardan bittalar rivoyat qiladiki, biz deydi bir kuni ansoriylardan bittasi vafot etuvdi, Rasululloh bilan qabrga kirdik deydi. Qabristonga kirsak, Baqi qabristoniga. Qabr kavlanibdi, hal lahat bitmabdi. Shunda hamma o'tirib turdi, kutib turdi dedi. Hamma jim o'tirdi. Ki anna ru'usuna toyir, go'yo boshimiz ustida qush turgandaqa. Rasululloh ham o'tiribdi. Qo'llarida bir kaltak bor, yerda chizyapti-da o'ylanib o'tiribdi. Keyin o'rnidan turdi. O'rnidan turib istaizu minalloh min haza. Istaizu minalloh min haza deb aytdi dedi. Bir necha marta mana shu kundan Allohdan panoh so'raylar. Qabr azobidan panoh so'raylar. Qabr azobidan panoh so'raylar deb takror aytdi dedi. Va aytdiki, agar inson bu dunyodan narigi dunyoga rihlat qiladigan bo'lsa, safar qiladigan bo'lsa, ya'ni uni vaqt soati, kuni bitgan bo'lsa, osmondan farishta tushadi. U farishtalarning qo'lida, bittasining qo'lida kafan bo'ladi. Yana bittasining qo'lida xushbo'y atir bo'ladi. Demak, bu farishtalar mo'min, solih bandani joni oladiganlar. Ular deydi maddal basor, shu o'tirgan, ya'ni mayit, o'ladigan odam yotadigan joyda eng oxirgi joyda uni kuzatib turishadi. Ularni ko'radi bu. Va malakul maut, o'lim farishtasi keladi-da, uni boshiga o'tiradi. Boshiga o'tirib, boshida turib aytadiki, ya ruhul mubarak, ya nafsul mutahhara, ey pokiza nafs. Uxruj. Bu jasaddan, muborak jasaddan Allohning roziligi bilan chiq deydi. Va haligi jasaddan ruh chiqadi. Payg'ambarimiz chiqayotganda o'xshatib aytganki, idishda suv bor. Shu suvni quysiz, sharillab tushib ketadi, ko'p bo'lsa. Quygandan keyin ozgina tomchi, bitta tomchi yoki ikkita tomchi shu idishda qoladi. Xoh u butilka bo'lsin, xoh u piyola bo'lsin, tomchi qoladi. Mana shu suv chiqayotganda qanaqa chiqadi? Sekin chiqadi. Xuddi shunga o'xshash mo'minning ruhi ham ohista, sekin chiqadi. Chiqishligi bilan narigi turgan ikkita farishta u ruhni darrov kafallaydi. Unga atirlar sepishadi. U ruhni o'zidan shunaqangi shirin hid chiqadi. Darrov ushlashadi-da ruhni osmonga olib ketishadi. Bu har bir mo'minning ruhi shunaqa bo'ladi. Tepaga osmonga olib chiqadi. Uni tepada ko'rgan har bir osmon ahli, malaikalar bulardan so'raydi. Bu kimning ruhi? Bu kim deydi. Ular bu dunyodagi uni eng chiroyli ismi bilan falonchining ruhini olib ketyapmiz deydi. Nimcha bundan shunaqangi shirin xushbo'y taralyapti deydi. Keyin birinchi osmonga chiqishadi.
Osmon taqillatishadi. Kim bu deb so'rashadi. Falonchini ruhini olib chiqyapmiz deydi. Shunda osmon ochiladi. Birinchi osmonga, ikkinchi osmonga, to 7-chi osmonga olib chiqadi. Shunda Alloh taolodan nido qilinadi unga. Bu banda solih banda edi. Bu bandamni butun amallarini illiyinga joylab qo'yinglar dedi. O'zini yerga qaytaringlar. Ruhini yerga, jasadiga qaytaringlar. Men bularni yerdan yaratdim. Yana yerga tushiraman va yana uiduhu marratan ukhra, yana bir marta yerdan bularni qayta tiltiraman dedi. Haligi ruhni yana ikki farishtalar shu qabriga, jasadga olib kirib qo'yadi. U jasadga kirgandan keyin u tashqaridagi turganlarni hammasini eshitib turadi. Hadisda keladiki, yasma'u qora nal, qadam tovushlarini ham eshitib turadi dedi. Ya'ni qabrga ko'mayapti uni odamlar. Ularning ovozini eshitadi. Ularning qadam tovushlarini eshitib turadi. Hadis. Ular ko'madi ham, uni orqasidan ular ketishi bilan odamlar hammasi ketishligi bilan Allohning ikkita maloikasi keladi. U barzah hayot. U bizning dunyoyimizga, hayotimizga o'xshamaydigan olam. U olam haqida bizga Rasululloh aytgan. Sodiqul masduq, yolg'on gapirmaydi. Har bir gapirgan gapi vahiy. Biz ishonamiz, e'tiqod qilamiz. Ikkita farishta keladi. Malakani azraqan, yajlisan. Shunaqangi ko'kimtir suratdagi maloikalar keladida, u yolg'iz yotibdi, hech kim yo'q. Birorta o'g'li ham yonida emas. O'g'li foyda ham bera olmaydi pastda. Faqat tepada turib duo qilib tursa, foydasi tegadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dafndan keyin aytgan. Bu birodarlar hozir so'roq savolga tutiladi. Istagfiru lahu va as'alulloha lahu sabat. Bunga istig'for aytib turinglar. Allohdan sabot so'rab turinglar. Hozir bu imtihon qilinadi, so'roq qilinadi bu deydi. Farishtalar keladida, uni o'tkazishadi. Ya'ni qabr lahat, u o'tiradigan holati yo'q edi uni. Uni go'rkovlar kavlamagan o'tiradigan qilib. Lekin u kengayadi. Maloikalar uni o'tkazishadi va unga savol berishadi. Birinchi savol, birinchi kecha qabr zulmatida o'tiribdi. Sovuq, hech kim yo'q. Ko'zi ilgari ko'rmagan odamlar kirdi, farishtalar kirdi. Man robbuka deydi. Seni Rabbing kim deydi. Hali odam mo'min, solih, ibodatda o'tgan, Alloh kalomini ko'p tilovat qilgan. Namozlarini o'qigan, jamoat bilan o'qigan, Allohni tanigan. Robbi Alloh deydi. Meni Robbim Alloh deydi. Chunki u biladi u. Shunaqangi farishtalar kirishini biladi, shunga tayyorlanib borgan u. Shuning uchun undan qo'rqib ketmaydi. Robbim Alloh deydi. Robbisini ismi sifatlari bilan taniydi u. Undan keyin ma dinuka. Qaysi dindansan? Dining nima deydi? Dinim islom deydi. Chunki shu islomda sobit turgan u. Undan keyin shu qaysi payg'ambar yuborilgan sizlarga deydi. Qaysi payg'ambarning ummatisan deydi. Mana bu yuborilgan odamga nima deysan deydi. Meni payg'ambarim Muhammad alayhisalom deydi. Chunki payg'ambarning siyratini biladi. Payg'ambarning sunnatlarini biladi, amal qilib yashagan sunnatga. Sunnatga qarshi gapirmagan u. Shuning uchun butun gapiradi. Va mana bu imtihonlardan o'tadi. Va ular aytadiki, seni joying o'ng tomonda deydi. Alloh taolo nido qiladi. Haza abdi solih. Bu meni solih bandam. Afrishu lahu min janna, albisu lahu min janna. Buni ostini jannat to'shaklari bilan to'shab qo'yinglar. Unga jannat liboslari bilan liboslantiringlar. Uni o'ng tomonidan bir bob, bir darchaga o'xshash narsa ochib qo'yinglar. Jannatni tomosha qilib ne'matlanib yotsin deydi. Rohatlanib yotsin deydi. Barzah hayoti to qiyomat kuniga davr deydi. Keyin ular chiqib ketadi. Chiqib ketgandan keyin oldida bir nihoyatda xushbo'y, chiroyli kishi gavdalanadi. U aytadiki, senga xush xabar deydi. Mana shu kun uchun sen va'da qilingan kun senga keldi mana deydi. Bu mayit sen kimsan deydi. Buncha xushbo'ysan, buncha go'zalsan, nihoyatda yaxshi gaplarni aytasan ekan deydi. Men seni solih amalingman deydi. Men sen o'qigan namozman deydi. Men sen bergan zakotman deydi. Men sen tutgan ro'zaman. Men sen qilgan birrul validaynman deydi.
Seni amallaringman men deydi. Va bu odam rohatlanib yotadi. Yana ikkinchi kofir, dinsiz odam ham joni uzilyapti. Payg'ambarimiz aytadiki, bitta farishta tushadi. Uni ko'rinishi qo'rqinchli qora farishta. Jahannamdan bir mato olib keladi. U shu mayit o'ladigan odamning ro'parasida o'tiradi. Ko'rib turadi uni. Ko'zi shunga boqib qoladi, qo'rqib ketadi. U o'layotgan paytda atrofdagilar balki xayr xotima bo'lib qolsin, yaxshilik bo'lsin deb, "Qul la ilaha illalloh" dedi, aytib turishadi. Ular uni ko'rgandan keyin qo'rqib ketadi u. Uni tiliga kalima kela olmaydi. U qo'rqinchli farishta turibdi. Boshqa gaplarni aytishi mumkin, lekin Alloh taolo uni og'ziga xatm qilib qo'yadi. U dunyoda o'zi la ilaha illallohni yaxshi ko'rmas edi. La ilaha illallohga amal qilmas edi. La ilaha illallohni o'rganmas edi uni ma'nosini. Shuning uchun la ilaha illalloh deya olmaydi u. Chunki u qo'rqinchli holatda turibdi. Uni boshiga malakul maut keladi, o'lim farishtasi keladi. U ham boshida turib, "Uxruj ya ruhun xabis." Ey iflos, ruh, chiq bu jasaddan deydi. Shunaqangi malaikalarni ko'rgandan keyin biladi u qay ketishini. Hech kimsa asqata olmaydi, atrofidagilarni o'yla olmaydi. Hamma narsasi qolyapti. Atrofida o'g'illari, qizlari, uyi, joyi qolyapti. Ro'parasida farishta turibdi, uni tayyor jahannamdan olib chiqqan latta bilan o'rayman deb ruhini. Shuning uchun qochadi oyoq tomonga bu ruh. Azob bo'ladi. Aytishadi-ku ba'zida nihoyatda jon beryapti, qiylandi deydi. U nima bo'lishini biladi-da, qilgan ishlarini esiga keladi. Hisob kitob berishini biladi shu kunni. Shuning uchun u chiqmayman deb turadi. Qochadi oyoq tomonga. Shunda shunaqangi sidirib, jonini og'ritib, uni ruhini jasaddan ajratishadi. Undan shunaqangi badbo'y hid keladi. Uni ham tepaga olib chiqishadi. Ki hamma uni ko'rgan osmonda malaikalar, "Kim bu? Kimning ruhi? Nimcha badbo'y bu?" deydi. Desa uni eng yomon ati bilan u palonchi deydi. Keyin osmonga, birinchi osmonga chiqqanda taqillatadi. Birinchi osmondagilar unga eshikni ham ochishmaydi. Shunda bu farishtalar uni ruhini shu tepadan tashlab olishadi. Jasadga kiradi. Jasadga kirgandan keyin odamlar uni ko'm bo'lgandan keyin yana ikkita farishta keladi. Munkar nakir, savol javob qiladiganlar. Ular unga u qaltirab turibdi. Shunda Rabbing kim? Man Robbuka deydi. U Rabbisini tanimagan. Tanisa ham tilida aytgan. Qalbida iymon unga viqor yasamagan. Shu Rabbisini aytganini qilmagan. Maynavozchilik qilgan, masxarabozlik qilgan. Rabbing kim deganda tiliga kalima kelmaydi, deb dovdirab turadi. Birinchi imtihondan o'tmadi. Qaysi dindansan deydi. Unda ham ayta olmaydi. Tiliga gap kelmaydi, qo'rqyapti. Agar dinda turganda, dinga amal qilganda aytar edi. U fosiq bo'lib, fojir bo'lib yashagandir, riyokor bo'lib yashagandir, kofir bo'lib yashagan. Shuning uchun qaysi dindanligini bilmaydi. Ikkinchi savoldan ham o'tmadi. Uchinchisi, payg'ambaring kim deydi. Aytadiki, odamlar aytar edi, tilimga kelmayapti, esimga kelmayapti deydi. Shunda farishtalar shunaqangi bir gurzi bilan bitta uradi uni deydi. Shunda qovurg'alar bir-biriga kirishib ketadi. Keyin farishtalar chiqib ketadi. Hadislarda keladiki, agar shu urgan gurzi bilan dunyo tog'larini ursa, bu tog'lar maydalanib ketardi. Shu gurzi unga tushganda shunaqangi qichqirib dodlaydi, inson bilan jindan boshqa hamma uni qichqirig'ini eshitadi. Hayvonlar eshitadi uni qichqirganini, lekin odam eshitmaydi, jinlar eshitmaydi. Agar odamlar shu qichqiriqlarni eshitsa, o'zidan o'lganlarni yerga ko'mmas edi, deydi. Keyin uni atrofiga ular chiqib ketgandan keyin uning yoniga bir kishi keladi. Bu kishi ham bir badbo'y, xunik badbashara. Shunda u aytadiki, "Sen kimsan?" deydi. "Nimcha ko'rinishing xunik?" deydi. Unga, "Men sen qilgan ishlarman, men sen qilgan zinoman, men sen qilgan shu riboman, shu zulmman, shu sen qilgan amallarman." Alloh taolo aytadiki, "Bunga deydi jahannamdan to'shaylar, ostini shunaqangi cho'q qilinglar" deydi. Jahannam libosidan bunga kiydiringlar deydi. Va uni chap tomonidan bitta darcha ochib qo'yinglar. Shu jahannamning issig'i, jahannamning zahri unga kelib tursin deydi. Mana bu barzah hayot. Barzah hayotida odamlar
shu qilgan gunohiga yarasha azobini olib qiyomatga gunoh yota oladi. Kimlardir shu azobda qoladi. Kimlardir gunoh kabira qilgan dunyoda. Kimlardir ichib o'lgan, ya'ni su'y xotima bor, xoir xotima bor. Kimlardir ibodat ustida o'tadi. Ibodat bilan ketadi. Namoz o'qiyotib joni beradi, sajdada jon beradi. Umra qilyotib, ihrom bog'layotib jon beradi. Bu xoir xotima. Alloh taolodan sizlarga ham, o'zimizga ham hammaga xoir xotima so'raymiz. Kimlardir su'y xotima, yomon xotima topadi. Amallar oxir e'tiborga olinadi. Kimlardir ichib olib mast holatda jon beradi. Kimlardir fohishani to'shagida jon beradi. Kimlardir ribo yeb turib jon beradi. Kimlardir zulm qilyotib jon beradi. Kimlardir din bilan kurashyotib, urushyotib jon beradi. Bu su'y xotima. Alloh taolodan mana shunaqangi o'lim topishlikdan panoh so'raymiz. Vaqtimiz bo'lib qolibdi, bir duo qilamiz. Amin. Alloh subhanahu va taolo eshitgan masoillarga barchalarimizni amal qilishga muvaffaq qilsin. O'zidan qo'rqadigan, jahannamdan qo'rqadigan, qabr azobidan qo'rqadiganlardan qilsin. Qabr azobidan panoh bersin. Jahannamda o'tidan panoh bersin. Jannatlarga kirgizsin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.